Men O'zmedvoy Intizor, Xorazm viloyatidanman. Bu Baymavrid mahsulotining noyabr oyida Instagramda reklamada ko'rib qoldim. Keyin bu doriga zakaz berdim. Noyabr oyidan beri muntazam ichib kelyapman. Hozirgacha 3 korobkasini ichdim. Damlamasini ham dietologlarni maslahati bilan birgalikda maslahatlashib ichib kelyapman. Bu mahsulotning samarasi haqiqatan bu choyni, bu kapsulalarni ichganimdan beri charchoq nimaligini bilmayman. Energichniman. Qolaversa bir boshlagan ishim o'rtada to'xtamay oxirigacha yetkazyapman. Sog'ligim ham nima desam ekan, vaqtida ovqatlanish ratsionaliga ham rioya qilyapman. Chunki noto'g'ri ovqatlanar ekanmiz, baribir ish davomida bu narsani ham o'z joyiga qo'yib oldim. Bu mahsulotni tavsiya qilganlarga katta rahmat. To'g'risi Feruza opa, Muzaffar aka men bilan maslahatlashgan holda o'zlarining yordamini berib kelmoqdalar. Qo'llaridan kelganicha tushuntirib kelmoqdalar. Minnatdorman. Chunki bu dorini ichganimdan beri ketibman. Qandaydir bir quvonchmi, quvnoqmi, kayfiyatim ham zo'r. Hammasi a'lo. Katta rahmat.